Okalar do'stlar kelib 3 ta telefon olishyapti. A56 dan plus bitta iPhone kimga? Menga. Sizga qolganlar Samsung ishlatishadi. Ha. Ochasizmi aka buni? Ochamiz ha. Bitta ko'rsatib qo'yaylik bo'lmasa. So'ramiz. Kelishtirib berishdim, narxlar arzon ekanmi? Ha. Yo'qdimi? O'shaning uchun 3 ta oldik. Voy! 1 minut. Bismillahirrohmanirrohim. Nima uchun iPhone olishga qaror qildingiz aka? O'zi iPhone ishlataman-da. Bu yerda arzonligi uchun ekan. Ha, bundan oldingi iPhone qanaqa edi? 14 edi. 14 edi. Mana 16. Bismillah. Rang yoqdimi? Ashyo, Ha? Yaxshi. Ana Dubayga borganmisiz aka? Yo'q, nasib endi. Dubaydan pesoklar bor-ku, shunaqa rang bo'ladi-da. Shunga o'ylab chiqarganda buni. Ochamiz ha? Oching, torting. Oching, конечно. Opa. Chotki. Aka, sizlarga bu telefonlar ham yoqdimi? Buni ham bitta ko'raylik. 3 ta aka bizda 3 ta og'ayni. 3 ta og'ayni undan oldi. Endi men Android uchun bundan ishlatayotganim uchun iPhone oldim. Gap yo'q aka. Bularni mana Dargalarga, bonuslarga mana naushniklar berishdi. Mana. Ikkinchisi, Mana uchinchisi, mana chiqarib berishdi. bu ham hammasi podarki. Rahmat. Aka, xursandmisizlar? Masha katta rahmat. Tavsiya qilasizlar. Nasib. iPhone 16 Pro Max olish uchun nima qilish kerak aka? Ishlash kerak ekan. Qayerda ishlash kerak? Nima bo'lsa ham halol joyda qilish kerak. Aytilmaydi. Ana yana bitta podarki kelibdi mana. Futbolka. Mana. Boshqa? Ana sizlarga. Mana bu safida Yana bitta. Mana kerak. Bunaqa sovg'a hali bo'lmagandi lekin. Shunday. Yoqdimi aka? Rahmat, zo'r, chot. Sog' bo'lasizlar, kutib qolamiz yana. Aktiv bo'linglar. Sog' bo'ling. Nasib qilib.